Qurbonlik go'shtini 3 ga bo'lasizlar. Bir qismini faqir va fuqarolarga, miskin va beva bechoralarga tarqatiladi, muhtojlarga. Bir qismi kelajakka uyga olib qo'yiladi. Bu degani tuzlab turib, xaladiniga bosasiz. O'zingiz oilangizga yo'q. 3 qismini o'sha kuni bayram qilinadi. Ya'ni setkalarda go'shtni pishirib, stek deydimi, nima deydi? Ana o'shanaqa qilib beringlar oilalaringizga, qizlaringizga, o'g'illaringizga erinmay olib kelib, ko'millab olib kelib shaxsiylar qilib berish kerak. Mana shu Qurbon hayiti kunlari maza qilsin bolalarimiz, ayollarimiz maza qilsin, go'sht yeb, ovqatlanib, yayrab, qurbonlik go'shti bilan maza qilib yeyish kerak. Bayram bo'lishi kerak. Maza qilish kerak. Ovqat o'rtoqlarni chaqirib, maza qilib o'tirish kerak o'sha kuni. Do'stlarni chaqirib, maza qilib go'shtlarni bosib, eski do'stlarni chaqirib olib, o'rtoqlar, sindoshlar chaqirib maza qilib bayram qilish kerak hayit kuni. Nimaga yarashaveradi? Nimaga siz hayitni bayram qilib, xursandchilik qilib o'tkazsangiz, Alloh ham sizdan xursand bo'ladi. Alloh ulug'lagan kunda siz ham ulug'layotgan bo'lasiz.